Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, yaqinda pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli. Gap pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitob, hujjatlarni tekshirish va o'z haqingizni vaqtida olish haqida ketadi. Agar siz pensiya olsangiz yoki onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun olmay yuradi. Ayrimlar esa qaysi hujjat yetishmayotganini bilmaydi. Men bugun oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar uchun juda kerak. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya masalasida faqat bitta narsani bilardi. Har oy ma'lum kunda pul keladi. Shu pulni olish kerak. Lekin pensiya tizimida faqat oylik to'lovning o'zi emas, balki qayta hisoblash, ish staji, ish haqi, imtiyozlar, qo'shimcha ustamalar, nogironlik holati boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Minimal miqdor va ariza asosida ko'rib chiqiladigan holatlar ham bor. Ko'p odamlar shuni bilmaydi. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim ma'lumotlar aniqlansa, ish staji yoki ish haqi bo'yicha hujjatlar topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, odam 1990-yillarda bir korxonada ishlagan, lekin arxiv hujjati topilmagani uchun o'sha davr stajga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Keyin arxivdan ma'lumotnoma olinsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilinsa, hisob-kitob yangilanishi ehtimoli bor. Bu esa ayrim hollarda pensiyaning oshishiga sabab bo'ladi. Hozirgi yaxshi xabar shuki, pensionerlar o'z huquqlarini tekshirtirish, hisob-kitobni aniqlashtirish, qo'shimcha hujjat topshirish va pensiya miqdori bo'yicha savol berish imkoniyatiga ega. Eng muhimi, bunga befarq bo'lmaslik kerak. Chunki davlat tomonidan belgilangan to'lovlar va imtiyozlar bor. Lekin ularni olish uchun ba'zan ariza, ma'lumotnoma yoki aniqlashtirish kerak bo'ladi. Oldin ko'p ishlar qog'ozbozlik bilan yurardi. Odamlar bir idoradan ikkinchi idoraga borardi, navbat kutardi, qaysi xonaga kirishni bilmasdi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi, pensiya bo'limi yoki onlayn tizimlar orqali aniqlashtiriladi. Bu pensionerlar uchun katta yengillik. Lekin elektron tizimda ma'lumot yo'q bo'lsa, eski ish joyi, arxiv, harbiy xizmat, dekret davri, parvarish davri kabi masalalarda qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Men mutaxassis sifatida eng avvalo shuni aytaman. Har bir pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Siz menga shuncha chiqdi, demak shunday ekan deb jim yurmasligingiz kerak. Pensiya miqdori odatda ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, qonunda belgilangan minimal talablar va qo'shimcha ustamalarga qarab hisoblanadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Bir opa 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlash vaqtida faqat 24 yil staj tasdiqlangan. Sababi eski tikuv fabrikasi yopilib ketgan, hujjatlar arxivga topshirilgan, lekin opa arxivga murojaat qilmagan. Natijada 6 yil hisobga kirmagan. Agar o'sha 6 yil bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har oyda katta bo'lmagan bo'lsa ham 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq berishi mumkin. Eng asosiysi, bu farq har oy davom etadi. Ikkinchi misol. Bir aka 20 yil oddiy ishchi bo'lib ishlagan, keyin yana 10 yil qorovul bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillarning ish haqi past ko'rsatilgan. Chunki ma'lumotnoma noto'g'ri olingan. Keyin u eski korxona arxividan ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumotnoma olib kelgan. Agar bu hujjatlar qonuniy talabga mos bo'lsa, pensiya hisobida o'zgarish bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning ish staji yetarli, lekin ish haqi ma'lumoti to'liq bo'lmagani uchun pensiya kutilganidan kam chiqadi. Uchinchi misol. Ayol kishi bir necha farzandni tarbiyalagan, ayrim davrlarda bolaga qarash bilan band bo'lgan. Ayrim holatlarda qonunchilikda belgilangan tartibda bolani parvarish qilish davrlari stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu masala avtomatik ravishda har doim to'liq ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, mehnat daftarchasi, zarur ma'lumotnomalar va boshqa hujjatlarni tekshirtirish kerak. Men ayniqsa quyidagi pensionerlarga diqqatli bo'lishni maslahat beraman. Birinchidan, pensiyaga chiqqanda hujjatlari to'liq bo'lmagan odamlar. Agar siz o'sha payt bitta ish joyim topilmagan, mehnat daftarchamda yozuv bor, lekin muhr noaniq arxivdan hujjat olmadim degan bo'lsangiz.
albatta hisob kitobni qayta tekshirtiring. Ikkinchidan, bir nechta joyda ishlaganlar. Masalan, kolxozda, zavodda, maktabda, shifoxonada, qurilish tashkilotida, xususiy korxonada ishlaganlar. Ish joylari ko'p bo'lsa, hujjatlarda xato bo'lish ehtimoli ham ko'proq bo'ladi. Bir joyda ism noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Boshqa joyda tug'ilgan sana xato tushgan bo'lishi mumkin. Yana bir joyda lavozim yoki davr ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, pensiyasi juda kam chiqayotganlar. Agar siz uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz minimal miqdorga juda yaqin bo'lsa, sababini bilish kerak. Balki staj yetarli tasdiqlanmagandir. Balki ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq kiritilmagandir. Balki qo'shimcha ustama berilishi kerak bo'lgan holat bor, lekin arza qilinmagandir. To'rtinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, yolg'iz keksalar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar. Bu toifalarda faqat pensiyaning o'zi emas, balki nafaqa, kompensatsiya, ijtimoiy yordam yoki boshqa to'lovlar ham bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Shuning uchun mahalla pensiya bo'limi va ijtimoiy xizmatlar bilan ma'lumotni solishtirish foydali. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari ham to'liq bo'lsa, hujjatlaringizda ism, familiya, tug'ilgan sana, ish davrlari bo'yicha xato bo'lmasa, sizda xavotir kamroq bo'lishi mumkin. Lekin bu ham umuman tekshirtirmang degani emas. Men hech bo'lmaganda bir marta pensiya hisob kitobi qanday qilinganini bilib olishni maslahat beraman. Masalan, odam 2023 yilda pensiyaga chiqqan, ish joyi rasmiy bo'lgan. Barcha ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida yuritilgan, elektron mehnat daftarchasi tartibli. Bunday holatda xato kam uchraydi. Lekin baribir inson omili bor. Ba'zan bitta raqam noto'g'ri kiritiladi. Bitta davr tasdiqlanmay qoladi yoki hujjatdagi familiya nikohdan oldingi familiya bilan moslashtirilmagan bo'ladi. Shuning uchun men pensionerlarga shunday deyman. Vahima qilish kerak emas, lekin befarq ham bo'lish mumkin emas. Pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Har bir yil, har bir hujjat, har bir qonuniy imtiyoz ahamiyatga ega. Ko'p pensionerlar pensiya deganda faqat asosiy oylik summani tushunadi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Bular hamma uchun bir xil emas. Kimningdir yoshi, kimningdir sog'lig'i, kimningdir xizmatlari, kimningdir oilaviy holati. Kimningdir nogironlik guruhi yoki boshqa ijtimoiy maqomi hisobga olinadi. Masalan, yolg'iz yashaydigan keksa inson bor. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. O'zi esa kundalik yordamga muhtoj. Bunday holatda faqat pensiya yetmay qolishi mumkin. Mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali holat o'rganilishi, tegishli yordam choralari ko'rilishi mumkin. Lekin pensionerning o'zi yoki uning farzandlari murojaat qilmasa, ayrim holatlar ko'rinmay qoladi. Yana bir misol. Nogironligi bo'lgan pensioner dori-darmon, reabilitatsiya, parvarish yoki maxsus vositalarga ehtiyoj sezadi. Bunda tibbiy xulosa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ijtimoiy himoya organlari bilan bog'liq ma'lumotlar muhim. Men doim aytaman. Sog'liq bilan bog'liq hujjatlarni yo'qotmang. Eski xulosalarni ham saqlang. Yangi tekshiruvlardan keyin hujjatlarni yangilab boring. Ayrim pensionerlar davlat mukofotlari, uzoq yillik xizmat, alohida mehnat sharoiti yoki maxsus toifalar bo'yicha qo'shimcha huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Bu masalalarda har bir odamning holati alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun qo'shnimga berishdi, menga ham berishlari kerak yoki menga berishmadi. Demak, hech kimga berilmaydi degan xulosa noto'g'ri. To'g'ri yo'l o'z hujjatingizni olib rasmiy tartibda savol berish. Pensionerlarning bir qismi pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu juda ko'p uchraydi. Kimdir o'qituvchi bo'lib ishlaydi, kimdir hamshira, kimdir qorovul, kimdir hisobchi, kimdir bozorda yoki kichik tadbirkorlikda band bo'ladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun asosiy savol shunday: ishlash pensiyaga ta'sir qiladimi? Qo'shimcha pensiyaga hisoblanadimi? Keyin qayta hisoblash mumkinmi? Bu yerda eng muhim narsa rasmiylik. Agar pensioner rasmiy ishlasa, u bo'yicha tegishli ma'lumotlar tizimida yuritiladi. Norasmiy ishlasa, ya'ni shunchaki og'zaki kelishuv bilan pul olsa, bu davr hujjatda ko'rinmaydi. Keyin men yana 5 yil ishladim deganda uni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun pensioner ishlayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasini aniq bilish kerak. Masalan, bir pensioner aka pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil maktabda qorovul bo'lib ishladi.
Agar u rasmiy ishlagan bo'lsa, keyinchalik pensiya hisob kitobida bu davrning ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar tekshiriladi. Lekin u menga naqd berishardi. Hujjat yo'q desa, bu davrni isbotlash juda qiyin. Shu sababli ishlayotgan pensionerlar har oy olgan ish haqi bo'yicha hujjatlar va rasmiy bandlik holatini tekshirib ko'rsin. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Hamma pensiya avtomatik oshadi deb o'ylash. Ha, pensiyalar qonunchilikda belgilangan tartibda oshirilishi mumkin. Minimal miqdorlar o'zgarishi mumkin. Indeksatsiya bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy hujjat asosida qayta hisoblash har doim avtomatik bo'lmasligi mumkin. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, uni rasmiy topshirish kerak. Ikkinchi nozik masala. Og'zaki gapga ishonish. Mahalladagilar aytdi. Qo'shnim shunday dedi. Internetda yozishibdi degan gaplar bilan qaror qilmang. Pensiya masalasida rasmiy manba kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, rasmiy portal, yozma javob, ariza raqami, qabul qilingan hujjat ro'yxati bo'lishi kerak. Og'zaki aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Uchinchi nozik masala hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnoza bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda otasining ismi bir harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Bunday holatlarda hujjatlar bir odamga tegishli ekani tasdiqlash talab qilinadi. Ba'zan FDI ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat yoki sud orqali aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik masala arxiv hujjatlarining sifati. Eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Arxivdan olingan ma'lumotnomada ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim, ish haqi, buyruq raqami kabi ma'lumotlar iloji boricha aniq bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma juda umumiy bo'lsa, pensiya bo'limi qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. 5-nozik masala kech murojaat qilish. Ko'p odamlar keyin boraman, vaqtim yo'q, baribir foydasi yo'q deb yuradi. Lekin pensiya masalasida vaqt muhim. Hujjatlar qancha erta to'plansa, masala shuncha tez ko'riladi. Ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab yoki qonunda belgilangan tartibda hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bugun bilgan masalani ertaga qoldirmaslik kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'z pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa bo'lsa, hammasini bir papkaga joylang. Ikkinchi qadam. Pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazidan ham maslahat olish mumkin. Murojaatda mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Eng yaxshisi savolni yozma tarzda bering. Shunda javob ham aniqroq bo'ladi. Uchinchi qadam, stajda tushib qolgan yillarni aniqlang. Masalan, siz 1978 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagansiz, lekin hisob kitobda bu davr ko'rinmayapti. Darhol o'sha korxonaning huquqiy varisi bor yo'qligini bilib oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga murojaat qilganda ish joyi nomi, taxminiy ish yillari, lavozim bo'lim nomi. Eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham muhim bo'lishi mumkin. Agar siz yuqori maosh olgan yillaringiz bor deb o'ylasangiz, lekin pensiya kam chiqqan bo'lsa, aynan o'sha yillar bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Masalan, 1932 yillarda ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb arxivga yoki tashkilotga murojaat qilinadi. 5-qadam. Hujjatdagi xatolarni tuzating. Agar ism, familiya, sana yoki tashkilot nomida farq bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Bunday kichik xato katta muammoga aylanishi mumkin. Kerak bo'lsa, FDI bo'limidan ma'lumotnoma oling. Nikoh guvohnomasini qo'shing. Familiya o'zgarganini tasdiqlang. Agar oddiy hujjat bilan isbotlab bo'lmasa, huquqshunos yoki davlat xizmatlari markazidan qanday tartibda aniqlashtirish mumkinligini so'rang. 6-qadam. Arizani to'g'ri yozing. Arizada hech hayajon emas, aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya ishimni
qayta ko'rib chiqishingizni, ilova qilinayotgan arxiv ma'lumotnomasi asosida 1906 yil 1 martdan 1907 yil 15 iyungacha bo'lgan ish davrimni stajga qo'shish masalasini ko'rib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, masala ham aniq ko'riladi. 7-qadam topshirgan hujjatingiz bo'yicha tasdiq oling. Hujjatni topshirdingizmi, qabul qilingan sana, ro'yxat raqami, mas'ul xodim yoki elektron tasdiqni saqlang. Chunki keyin men topshirgan edim deyish yetarli emas. Qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. 8-qadam javobni kuting va natijani tekshiring. Agar pensiya oshsa, yangi hisob kitobni tushunib oling. Agar rad javobi kelsa, sababni o'qing. Rad javobida qaysi hujjat yetishmayotgani yoki nima uchun hisobga olinmagani ko'rsatilishi kerak. Agar siz javobga rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Tasavvur qiling, 67 yoshli bir opa 32 yil ishlagan. Pensiyasi esa kutgandan kam. Farzandi hujjatlarni ko'rib chiqsa, mehnat daftarchasida 1902-1909 yillar bor, lekin pensiya hisobida faqat 1905 yillar kiritilgan. Sababi 1905 yildan keyingi yozuvda muhr yomon tushgan. Opa arxivga murojaat qiladi. U yerdan ishga davom etgani haqida ma'lumotnoma oladi. Keyin pensiya bo'limiga ariza beradi. Agar hujjat talabga javob bersa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqiladi. Bu opaning har oyga daromadiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Yana bir holat. 7000 yoshli aka pensiya chiqqandan keyin ham 6 yil rasmiy ishlagan. U bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. O'g'li bilan pensiya bo'limiga borib, qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini so'raydi. Agar qonunchilik va uning hujjatlari bunga asos bersa, tegishli tartibda masala ko'riladi. Agar asos bo'lmasa ham hech bo'lmaganda aka aniq javob bo'ladi va gumon bilan yurmaydi. Yana bir misol. Bir pensioner ayolning nikohdan oldingi familiyasi bilan ishlagan davrlari bor. Pensiya tayinlashda ayrim hujjatlar mos kelmagani uchun to'liq qabul qilinmagan. Keyin u nikoh guvohnomasi va familiya o'zgargani haqidagi hujjatni taqdim etadi. Bu oddiy ko'rgan hujjat aslida bir necha yillik stajni tasdiqlashga yordam berishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadi. Yaxshi xabar faqat pensiya oshadi degan gapda emas. Yaxshi xabar shundaki, pensioner o'z huquqini bilsa, hujjatini to'g'rilasa, hisob kitobni tekshirtirsa, o'ziga tegishli pulni olish imkoniyati kuchayadi. Men alohida ogohlantiraman, pensiya masalasida vositachilarga pul berishga shoshilmang. Men pensiyangizni oshirib beraman, falon joyda tanishim bor. Hujjat kerak emas, pul bering, qilib beramiz degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Pensiya rasmiy hujjat va qonuniy tartib asosida hal qilinadi. Agar kimdir noqonuniy yo'l taklif qilsa, bu keyin sizga muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushadi. Kartangiz raqamini ayting. SMS kodini yuboring. Plastik kartangizni tasdiqlang deysa, hech qachon kod bermang. Bank kartasi kodi, SMS parol, ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'lgani uchun firibgarlar aynan ularga qo'ng'iroq qiladi. Uchinchidan, hujjatlarning asl nusxasini har kimga berib yubormang. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa topshiring. Aslini esa faqat rasmiy qabulda ko'rsating. Hujjatlaringizni bir papkada farzandlaringiz biladigan joyda saqlang. Ayniqsa, mehnat daftarchasi, arxiv va ma'lumotnomasi, pensiya hujjatlari va tibbiy xulosalar yo'qolmasligi kerak. 4-dan, men yoshi kattaman, baribir tushunmayman deb chekinmang. Tushunmasangiz, farzandingiz, nabrangiz, ishonchli qo'shningiz yoki mahalla xodimi bilan birga boring. Lekin savol berishdan uyalmang. Pensiya sizning qonuniy haqqingiz, siz uni so'rashga, tushunishga va tekshirtirishga to'liq haqlisiz. Hurmatli pensionerlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, pensiya masalasida yaxshi imkoniyatlar bor. Lekin ularni bilish va to'g'ri harakat qilish kerak. Pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Stajingiz to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'rimi? Qo'shimcha to'lovlarga asos bormi? Hujjatlarda xato yo'qmi? Bularning barchasini aniqlang. Men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Bir kun vaqt ajrating, hujjatlaringizni yig'ing, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Savolingizni yozma bering, javobni saqlang. Agar yangi hujjat topsangiz, uni albatta taqdim eting. Bu oddiy harakatlar sizning har oygi daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Izohlarda yozing.
Sizning pensiyangiz hisob kitobida tushunarsiz joylar bormi? Stajingiz to'liq kiritilganmi? Orqadan hujjat olishga urinib ko'rganmisiz? Sizning fikringiz boshqa pensionerlarga ham yordam berishi mumkin. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini yanada batafsil tushuntirib boraman.